Tenglamani aniqlan sohasini olamiz. Mahrajimiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak. X teng emas 0. So'ng suratni ikkita qog'ozga ajratamiz. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra. Qisqarib ketadi. X minus 1lar x plus 1 teng x kvadrat plus 3x minus 2 paydo bo'ladi. Bir tomonga o'tkazib, ixchamlab kvadrat tenglama tuzib olamiz. Tenglama ishlaymiz. x1 teng minus 3, x teng 1. x2 teng 1. Yuqori tenglarni to'g'rilab qo'ysak, mana bu joyda adashmoqchilik bo'ldi. X teng emas 1. Bu yerda x teng 1imiz bo'sh to'plam, x teng minus 3 javob qabul qilamiz. 59. Xuddi shunday ishlanadi. 2x plus 1 teng emas 0 bo'lishi kerak. X topadigan bo'lsa, x teng emas minus 1 taqsim 2. Suratni ikkita qog'ozga ajratamiz. X kvadrat minus 1 ni. 4x kvadrat minus 1 bo'lsa, 2x minus 1 2x plus 1 bo'ladi. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra. Qolgan o'zgarishlar solinadi. Qisqarib ketadi ular ham. 2x minus 1 4x kvadrat minus 2x minus 4 paydo bo'ladi. Bir tomonga o'tkazib, kvadrat tenglama tuzib olamiz. Bizdan topamiz. Diskriminant barobar 16 minus 4 ko'paygan minus 3. Xo'sh, bu yerda 16 48 paydo bo'ladi. 64 bo'lar ekan. Bizdan 8 chiqadi. x1 x2 barobar 4 plus minus 8 taqsim 2 ko'paygan 4. x1 barobar 4 plus 8 taqsim 8. 12 3 taqsim 2 paydo bo'ladi. x2 barobar 4 minus 8 taqsim 8 teng minus 1 taqsim 2 paydo bo'ladi. Bu yerda 1 taqsim 2 javob sifatida qabul qilinmaydi. 3 taqsim 2 javob bo'ladi. 60 misol ham xuddi shunaqa ishlanadi. Mustaqil o'rinni ko'rsa bo'ladi. 60 misolga qaraymiz. Yuqoridagi ifodani ikkita qog'ozga ajratamiz. Ko'paytiruvchiga ajratamiz. 3x plus 1 2x minus 1 ga ajraladi. 3x plus 1 teng 2x plus 3. Ha, bu tenglamani aniqlan sohasini qo'yishimiz kerak. Mahrajimiz 0 bo'lishi mumkin emas degan qoidaga binoan x teng emas minus 1 taqsim 3 bo'lib chiqib keladi. Qisqarib ketadi. 2x minus 1 barobar 2x plus 3 minus 1 teng 3. Bu tenglamamiz ildiziga emas, bo'sh to'plam. Keyingisi 62 misolga qaraymiz. X plus 1 taqsim x minus 1 ikkinchi ifodadan mahrajdan 3 ni chiqarib olamiz. Umumiy mahraj beramiz, mahraj tashlab yuboramiz, lekin aniqlan soha kerak bo'ladi bizga. Mahrajimiz teng emas 0. Yo ishlab ko'rib, oxiriga qo'yib ko'rsa ham bo'ladi, tekshirib, yoki olib qo'ysa ham bo'ladi aniqlan sohasiga bir chetroqda. Umumiy mahraj berib yuborsak, faqatgina mana shu 3 ga yetmas ekanda. X minus 1 tak, mana bunga 3 yetmaydi. 3x plus 3 minus 2x minus 2 teng x minus 1. Xo'sh, 3x minus xlar bir tomonga, qolganlar ikkinchi tomonga. Nol teng minus 2. Bu tenglarimiz ham ildiziga kelmas ekan. Mahrajdan 8 chiqarib olamiz. X minus 2 minus taqsim 2 ni chiqarib olamiz. X minus 2 teng 0. Qisqarib ketadi. 4 bilan 8 ikkitadan bo'ladi. 1 taqsim 2 x minus 2 minus 1 taqsim 2 x minus 2 teng 0. 0 teng 0. Buni javobi x tegishli istalgan ham bo'lishi, x tegishli bo'lishi, lekin tenglarimiz aniqlan sohasi bo'lganligi uchun aniqlan sohasi javob o'zib qoladi.
Ya'ni 8x minus 16 teng emas 0. 2x minus 4 teng emas 0. Ikkalasi ishlab ko'rsa ham x teng emas 2 chiqib keladi. Demak, javobimiz 2 dan boshqa sonlar, ya'ni minus cheksizlikdan 2 gacha 2 dan cheksizlikgacha bo'ladi. 64-chi misol. Bu yaxshi berib boramiz bunga ham. X minus 1 x minus 1 ekanlarni qo'yib qo'yishimiz kerak. X minus 1 teng emas 0. X teng emas 1 bo'ladi. 5 minus ko'paytirib soddalashtirib chiqamiz. 3x kvadrat plus 3x plus x minus 1 teng x plus 4. Minus 3x ni chiqarib olamiz. Min x minus 1 teng 0. X teng 0, x teng 1. x1, x2. Bu bo'sh to'plam bo'ladi, alan sohasiga tushib qolgani uchun. Mana bu esa javob x teng 0 bo'ladi javob. Bu ham xuddi shuni olib soqishib ko'rsa bo'ladi. Uni vaqtida berib soddalashtirib olsa bo'ladi. 66 misolga o'tamiz. 66 misolga qarasak, darajalari 10 bir xil. Bunday holatlarda eng kichkina jub daraja olib qolsa bo'ladi ikkalasidan. 2x minus 1 ning kvadrati x minus 4 ning kvadratini qolamiz. Qo'shib o'tsak yoki bir tomon o'tkazib a minus b plus qo'yib o'tsak ham bo'ladi. 2x minus 1 ning kvadrati minus x minus 4 kvadrati teng 0. 2x minus 1 shuni qilib tashlaymiz keyin. 4x kvadrat 4x kvadrat minus 4x plus 1 qo'shib yuboramiz. X kvadrat plus 8x plus 16. 3x kvadrat paydo bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazgandan keyin bir tomonga plus 4x minus 15 teng 0. Bizdan topsak buni hech kim bilan barobar 16 plus 4 3 15. Xo'sh. Bu yoqdan 45 180 196. 194 chiqadi. 14 ning kvadrati. x1 2 teng minus 4 plus minus 14 taqsim 2 ko'paygan 3. x1 barobar minus 3 x2 barobar xo'sh 10 taqsim 6 5 taqsim 3. Javoblarimiz ikkalasi. 60-ga qaraymiz. Ikkala bir tomonda toq daraja, bir tomonda jub daraja. Ikkalasi ham 9 ga bo'lib borsa bo'ladi birdaniga. X ning kvadrati 5x minus 1 ning 5x minus 4 ning birinchisi paydo bo'ladi. Bir tomon o'tkazib, oddiy kvadrat tenglama qilib ishlab qo'yamiz. x1 teng 1, x2 barobar 4. 68 misolga e'tibor bersalaring, toq darajalari bor yerda bir xil. O'shaning uchun eng kichkina toq darajagacha olib qolsa bo'ladi, natural toq darajagacha. Ya'ni x ning 5x minus 15 ning birinchisi. Bir tomon o'tkazib kvadrat tenglama tuzib ishlab olamiz. x1 barobar 3, x2 barobar 5 bo'ladi. 69 misolga qaraymiz. Birinchisida 20, ikkinchisida 10 darajalar bor ekan. 10-chini ham eng kichkina jub darajaga olib kelamiz. Ya'ni 5 ga bo'lib o'ramiz, bu tomonni 5 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. O'shanda chap tomonda 4 paydo bo'ladi. O'ng tomonda esa kvadrat paydo bo'ladi. Endi bir tomonga o'tkazib a minus b plus b ga qo'yib qisqa ko'paytirish bo'yicha ochib chiqsak bo'ladi. Nolga teng bo'lgan har bir qovusni shu vaqtning o'zida qovus temasiga yuboramiz.
Bu tenglamadan x1 barobar 1, x2 barobar minus 2 taqsim 9 paydo bo'ladi. Ishlab chiqsak kvadrat tenglamani, bunisidan esa 9x kvadrat minus 5x plus 4 teng 0. Diskriminant tekshirib ko'rsalaring adashmasa manfiy chiqishi kerak. 4, 9, 4 bo'ldi. Diskriminant manfiy bu haqiqatga ega emas deb qabul qilinadi. 70-misolga qarasalaring, 70-misol yuqori ishlangan misolga juda o'xshab ketadi. To'q darajalar bo'lgan uchun tashlab olsalaring bo'ladi to'q darajani bemalol. x kvadrat plus 1 chap tomonda, o'ng tomonda x plus 3 paydo bo'ladi. 71-misolga e'tibor qaratamiz. Umumiy mag'riz belgilab borsak bo'lar ekan. To'g'ridan to'g'ri. X kvadrat minus 4x hammaga yetmay qoladiganini x kvadrat minus 4x plus 4 deb beraveradi. Lekin metodga aniqdan so'g'ib boraverdi. Mahrajimiz teng emas 0. Chiqqan javob olib tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Yoki bir chetroqdan x kvadrat minus 4x plus 4 teng emas 0. Shuni olib qo'ysak, bunda x teng emas, adashmasam 2 chiqishi kerak. X kvadrat minus 12x plus 12 minus 6. Bir tomonga o'tkazib kvadrat tenglama tuzib olamiz. 2 ga bo'lib yuborsak, kvadrat tenglamani x kvadrat minus 4x plus 3 paydo bo'ladi. Ildizlari x1 barobar 1, x2 barobar 3. x2 barobar 3 bo'ladi. Ildizlar yig'indisini so'ragan ekan, endi vet teoramasiga ko'ra ishlab qo'ysak ham bo'lardi, lekin x1 plus x2 miz qo'shib olsak 4 chiqadi. 4 chiqadi. 72 ga e'tibor qaratamiz. Ko'rinib turibdi 72 miz bir xil bo'lgan qismlari bor. Shuning uchun begash qilsak juda ham zo'r bo'ladi. T deb begash kiritamiz. Shunda 5 taqsim t minus 1, 3 taqsim t minus 3, 8 taqsim t minus 2 paydo bo'ladi. Umumiy marrajalar beramiz. Xo'sh, bunga yetmaydigani t minus 3 bilan t minus 2. T minus 3 ko'paygan t minus 2. Ikkinchisiga t minus 1, t minus 2. Shunisiga t minus 1, t minus 3. 5 ko'paygan qovuschida t kvadrat minus qovus ochib olsak 5t plus 6 paydo bo'ladi. Ikkinchisida 3 ko'paygan t kvadrat minus 3t plus 2. Uchinchisidan 8 ko'paygan t kvadrat minus 4t plus 3. Qovusni ochib olamiz. 5t kvadrat minus 25t 5 kere 6 30 plus 3t kvadrat minus 9t plus 6 teng 8t kvadrat minus 4 32t plus 24 paydo bo'ladi. Bu yerdan mana 3t kvadrat 5t kvadrat birgalashib 8t kvadrat bilan ish bitadi. Xo'sh, minus 25t kvadrat minus 9t kvadrat minus 34t minus 34t bu yoqda minus 32 bor. Menimcha adashmada 2t qolishi kerak o'sha yerda. Endi ozod xatlarga o'tamiz mana. 36 teng yog'isi minus bo'lib o'tadi. Minus 12. T barobar 6. Belgilashga qaytarib olib qo'yamiz. X kvadrat plus 5x minus 6 teng 0. x1 barobar minus 6, x2 barobar 1. Tenglamani yig'indini so'ragan, qo'shib yuborsak esa minus 5. Vet teoramasiga ko'ra ham chiqadi. Vet teoramasiga ko'ra mana x1 plus x2 teng minus 5. 73 ni o'tamiz. Bu ham xuddi shunaqa misol
dan belgilash qilsa bo'ladi, bir xilliklari bor. X kvadrat minus x kvadrat plus x da belgilash qo'shmaydi, ikkinchi qarashimiz kerak bo'ladi, o'shanda belgilash keladi. T da belgilash kiritamiz. T plus 6 taqsim t minus 3 teng 2t t minus 3. Bu yaxshi berib yuboramiz. Bunga t minus 3 t kvadrat minus 3t plus 6 2t bo'ladi. T kvadrat minus 5t plus 6 barobar 0. T1 barobar 2, T2 barobar 3. Chiqqan javoblarimizni belgilash qilgan olib qo'yamiz. Ya'ni x kvadrat plus x'imiz 2 edi. X kvadrat plus x esa 3 bo'ladi. 3 bo'ladi. Mana bu joydan ko'rinib turibdiki bolalar. Mana bu joydan t edi. Agar mana shu ifodani o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, mahrajimiz 0 bo'lib ketadi. O'shaning uchun mana bu yerda bo'sh to'plam degan javobni olsa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa ifodani 3 qo'yadigan bo'lsak o'rniga 3 dan 3 desak 0 mumkin emas. O'shaning uchun biz mana bu ifodani x kvadrat plus x ni 3 ga tengladik. O'shani bo'sh to'plam qilib ishlamasdan ketaversak bo'ladi sirasi. Mana bunda javoblarni topib olamiz. Tengmal zayiqdan so'ragan, o'shaning uchun x1 plus x2 miz minus 1 chiqadi. Minus 1 chiqadi. Keyingisiga o'tamiz. Buni ham mustaqilroq ko'rsa bo'ladi bolalar endi. Chunki mana buni t deymiz. Mana buni ham t deb belgilash kiritamiz. Mana buni ham t deb belgilash kiritamiz. Olib borib qo'ysak, belgilashimizni yuqorida misollardan kelib chiqqan holda umumiy mahrajlar berib, soddalashtirib, kvadrat tenglamni tuzib olib, belgilash qaytarib qo'ysak, javoblar chiqadi. Mustaqilroq ko'rish uchun qoldirib ketamiz. 75 misolga e'tibor qaratamiz. Mana bu ifodadan 2 chiqarib olsak, 2x kvadrat plus 5x bo'ladi. Mana pastdagi ifodadan esa 3 chiqarib olsak, 2x kvadrat plus 5x bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi, mana shu bir xilliklar juda ham ko'p. Mana bu yerda yana bitta bor. 4 ta ekan bir xillik. O'shani t deb belgilash kiritsak, hammasi t bo'lib ketaveradi. Endi 2t plus 9 taqsim t plus 4 plus t plus 1 taqsim 3t plus 8 teng 2 bo'ladi. Teng 2 bo'ladi. Xo'sh. Umumiy mahraj berib boramiz. Mana bu ifodaga yetmaydi. 3t plus 8. Bunga esa t plus 4. Bunga esa t plus 4. 3t plus 8. Qosla ochib chiqib. Qosla 6t kvadrat plus 22t plus 16t plus 72 plus t kvadrat plus 4t plus t plus 1. 4. 2 ko'paygan 3t kvadrat plus 8t plus 12t plus 32. 5t kvadrat, 7t kvadrat paydo bo'ladi 6t bilan t qo'shilib. Xo'sh, 43, 48t va 76 paydo bo'ladi. Chap o'ng tomondan esa 2 ko'paytirsak 6t kvadrat 40t plus 64. 2t kvadrat 6t kvadratdan 2t kvadrat qoladi. 8t bilan 40tdan 8t qoladi. Bu yerda esa 12 qoladi. 12 qoladi. 1 teng 2, t2 teng 6. Minus 2 ga minus 6 ekan. Endi chiqqan javoblarni belgilashgan boshqa javoblar qo'shib kerak. Ya'ni 2x kvadrat plus 5x teng minus 2. 2x kvadrat bir tomon qadar kvadrat tenglarni tuzib olamiz. Biz ayolni so'ragan hech qanday qo'shimiz kerak. Misol bo'lsa biz ayolni hech qanday qo'shib solamiz. 25 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 2 teng 16 9 bo'ldi. Nisbat ekan. Demak biz ayolni x plus x2 barobar minus 5 taqsim 2 paydo bo'ladi. 2 bor qo'yamiz, ya'ni 2x kvadrat 6 deymiz. 2x kvadrat plus 5x plus 6 barobar 0. Biz qancha qo'yamiz? 5 kvadrat 5 4 2 6. Buni so'rashayapmiz. Narsalar ko'rinib qoldi. Demak bu to'planadi. Demak ayolni minus 2 yarim. Minus 2 yarim. Boshda minus 2 yarim. 76 so'rayga e'tiborlasak, men xuddi belish keladi. Minus x kvadrat plus x teng 5 o'tamiz. T taqsim t minus 2 teng 3 minus x taqsim t minus 2. Buni birga boramiz. Mana shu t minus 2 bo'lyapti. T teng 3t. Xo'sh, 3t minus 6 minus 2. Minus 2t teng minus 8. T barobar 4 bo'ladi. Birlashib qo'yamiz. X kvadrat minus 5x teng 4. X kvadrat plus 5x plus 4 barobar 0 bo'ladi.
Yıldızlarımız. X bölü X 2'nin yöntesi minus 5. Gezegenlerden öğrenmiş. Şöyle ifade minus 5. İngilizce. Bu kan bilgiler. Bu da kıyafetçiler. Şöyle birleştirdiğimiz. Saklı şaşkı oluyor. Bu sefer hani bir de T bulsa. İkinci bir de minus T bulardı. Sebebi oradan aşk oluyor. 2x kadar minus 3 bulsa bu 3x minus 2x oluyor. Şu an için T özel minus T koyup gitsek. Zor bulardı. Bir de bilgilersine 2 bölü 2 kullanırız. Bana bunu A birleştirdiğimiz bölü B birleştirdiğimiz. Bana bunu A birleştirdiğimiz bölü B birleştirdiğimiz. A plus 2 payda bulardı. Mahrajda B plus 2 payda bulardı. Bir de A plus 3 payda bulardı. B plus 3 payda bulardı. Proporsiya koyarımız. Proporsiya yükümlü mahrajına bakın. Bir de A plus 3 köpeğin B plus 2 payda bulardı. Orta çıvarımız. AB 3A 2B plus 6. AB 2A plus 3B plus 6. AB'ler iş biteri. 6 iş biteri. Bir de 3A plus 2B 2A plus 3B. Artı B. Birleştim. Abla oluyor. Koyuyoruz. X kvadrat plus X beraber 2X kvadrat minus 3X. Rakamın kartı kvadrat deniyor. Soruyoruz. X kvadrat minus 4X payda bular. X çıkarmamız X minus 4. X veremez. 10. X ekimiz 4 bular. 4 bular. Bize yanlış 4 çıkardı. Bunu sonra yanlış 4 çıkardı. Bakalım kutu çıkarı bilgiler. Mustafa Şaşın kaldıramız. Yukarıdaki en çok flash biterken bir yaşa gelmek için. Abiden böyle deyip ben aldık öğrenmeyi gördüm. Matematik öğrenmişler. Şöyle bilgiler çıkarıp böyle kopya ediyorsun. Aynı proporsiyon kılıp zor bular. 81'den 87 35'e diğerlerine izler yazılmasını toplayın. Rasyonel diğer içine yazılmasını. Rasyonel izler olmayız. Biz nasıl gereği. Fakat izler çıkartılan sorularda izler kapatmamız. Hoş 81'den başlasak. Bu kan bilgiler. T birleştirsek mesela T kvadrat bular. T kvadrat minus 2 T tin 0 bular. T'nin çıkarması lazım. T minus 2 tin 0. T1 beraber 0. T2 tin 2 bular. Çıkan cevaplarımızda bir yazıcı cevap koyalım. Yani 0 dedik. X kvadrat beraber minus 5. Boş toplam. İkincisi. X kvadrat plus 4 tin 2 2. Bütün kazanımız tartıplayan halde 9 kuvvetli şu an nasıl tuttu x minus 1 kvadratı x minus 1 tin 0 x beraber 1. Demek ki yazı cevabı 1 2. 1 2. Sayısal kelime sayısı olarak yukarıdan sorulur. Bakın. Az yok bana. Yunus şeyi varsa burada. Matematik kullanıcı şöyle. T kvadrat minus 3t plus 2 tin 0. Bizden kapış geliyor burada. T4 tin 2 t 2 tin 1. Çıkan cevabı birleştirilen bir başarı. Bu şekilde var bu iştirek. Çıkardı. Cevaplar. Takar ilk bir şeyler rasyonel düzden çıkmaya giden sorular olmaya üzerinde. Düzden çıkarılan bunlar. Tekrar tüm sayı programlarımız bir bilgiler. Fakat yine az kalan şeyleri tur çıkar oluşturur. Ki bir iş kuruladı koyduğumuz yani. Demek birleşmez. X plus 2 taksim x beraber t. Şimdi t kvadrat plus 4t minus 21 tin 0. T beraber minus 7 t2 beraber 3. Birleşmezi abartmayan ucu yani x plus 2 taksim x beraber minus 7 bular. Bu ilaçlar girip kvadrat dinamı koruyucu kullanırız. Geçilen soru kuramız eğer düzden çıkardığı son payda olursa işlerini bakıyor geçen düzden çıkardığı şöyle kullanırız. Çünkü de rasyonelde çıkmadı. Rasyonelde çıkardı. 49 minus 4 köpeğin 2 tin 41 böldü. Şuraya x topladığımız bu tinlerden yarısal düzden çıkardı. İkincisi x kvadrat plus yok x kvadrat plus x plus 2 taksim 2 tin 3. Oyunu hazır bir oranımız. Bu tamam bu çıkardık tartıbılar. Geçilen soru kuramız. Şimdi bu aşağı kvadrat dinamı küp çıkardığı düzden. Düzlerde 1 bile 2 buladı. Böyle kuş pozisyonu bunlar mı? 3. 3 tane aynı var. Kim getirdik bir tanesi? Matematik öğrenciler. Bana bu fodanı tuğla kvadrat konuş yapıyoruz. Yani x plus 4 taksim x min kvadratı eline 2'nin yanına koyamaz. Şimdi foda uzak gitmeyin. Bu soru etkileniyor. Kuş pozisyonu. Bir ilaç şöyle kurum kaldı. T kvadrat minus 2 plus t minus 4 tin 0. T kvadrat plus t minus 6 beraber 0. T beraber minus 3. T2 beraber 2'ye çıkardı. Kvadrat dinamik cevapları. Abartmayalım bir ilaçımız gene. İkisi bir tasdik sözünü şuradan. Nazarımda bu dinamamız. Rasyonel yok okşa tuttu. Az kişi kuramaz. Diskriminat kişi kursak hem nasıl yapıyor. Diskriminat beraber 9 minus 4 köpeğin 1 böldü. 1. Şöyle 9 tanesi. Bölüşmemiz abi. Yarasınızı da böyle. İkincisi. X plus bir tasdik beraber 2 7 bölümümüz. Bu bir bilgilerimiz. Tartıplayınız. Sıkı batış formuna tutup diyeceğim. X'in 4 dinamik çıkardı. Böldü. Dinamik tezisi varken. Yarın dinamik getin. Köpek tasdik getin. Uzun tezisi varken. Sayısal meclis yukarı muhabbeden dersen atak kullanıcılar müstakil şaşın kaldıramız. Bana bir cayını bana başındaki ilk defa olanı yukarıdaki ifadesi de okşaydı. Hayır. Bana bir şey değil okşayıp gitardı. Benim kutluğum pastaki ifade derdik dik çıkış gerek gibi bir şey var. Müstakil şaşın kaldıramız kullanıcı. Sayısal meclis olmayan sorulardanız bana bir defa olanı tuğla kvadrat koruyucu yapıyoruz. Tuğla kvadrat ayrılgen iki dengelerine koyarız. X 4 taksim x. İkini çıkarırsak x plus 4 taksim x. 127 değil mi? Bir ilaç, öyle bir terbiyeli işletiyor oranımız. Orada yedik, yukarıda yedik. T kvadrat minus, ben de x'leri iş bir tane, 8.
2 minus 27 teng 0. Birlashtirib kvadratini bo'lib olib keldik. T1 barobar minus 7, T2 barobar 5. Chiqqan javoblarimizni birlashtirganlik bo'lishida o'shani olib qo'shishimiz kerak bo'ladi. X kvadrat plus 7x. Nazarimda bu tenglarning rasmlari yo'q bo'lsa kerak. Nechini solib ko'rsang 49 ayrilgan 4 ko'paygan 4 bo'ldi chiqargan chiqmaydi bu yerda. O'shaning uchun shu joyda to'xtatamiz. Lekin ikkinchi birlashimiz ham bor. Ikkinchi birlashimiz mana 5 ga birlashimiz kerak edi. Buni tekshirib ko'ramiz. Mana ketdik. 5x x kvadrat minus 5x plus 4 ifoda paydo bo'ladi. Endi bu yana mashhur kvadratlarni ko'p chiqariladi. O'shaning uchun bizlar x barobar 1, x2 barobar 4 bo'ladi. Bizda yig'imiz esa 5 bo'ladi. Mana javobimiz x 5 ekan. Yig'imiz 5 ekan. Qaysi misolda yo'nalishga bo'lsa bo'ladi. Mana bu joydan 6 ni chiqarish kerak. Mana bu ifodani esa yuqoridagi kvadrat ya'ni to'la kvadrat ko'rinishiga olib kelishimiz kerak. Ikkilanganini qo'yamiz. Keyin mana bu yerda x plus 2 x ni birlashtirsa t kvadrat bo'ladi. Ifoda chiqadi. Yana chiqadi javob yuqoridagi. Sakkiz o'tamiz. Takror olamiz ifodani. X ning 4-si plus x ning kvadrat kubi. 8 kvadratimiz x ning 4-si plus x kub minus 4x ning kvadrati plus x plus 1 teng 0. Bu tenglarni uchun orta qat'iy ko'rsatamiz. O'shani ko'pincha javoblari o'sha bo'linuvchilardan iborat bo'ladi. Masalan, 1 yo minus 1 tekshirib ko'rishimiz kerak. 1 ga tekshirib ko'rsam javob bo'lar ekan. 1 birinchisidan 1 paydo bo'ladi. Bu yerda ham 1, bu minus 4, bu 1, bu 1. Qo'shib chiqsak 0 chiqadi. Demak, yana javob bor ekan. Bu ifodani x minus 1 olib qo'yishimiz kerak. Ya'ni x ning 4-si minus x ning kubi plus 2x kub bo'lishi kerak. Ikkilar birlashib x kub paydo bo'ladi. Minus 2x kvadrat minus 2x kvadrat 4x kvadrat 2 bo'lib yubordim. Minus 4x kvadrat bo'lsa minus 2x kvadrat 2x kvadrat keladi. Bu yerda plus 2x minus 2x plus 1 ifoda paydo bo'ladi. X ikkitani x guruhlab o'shashdan chiqarib olib ixchamga yuboramiz. Taqsim qonunidan foydalanib x ning kubi x minus 1 2x kvadrat chiqarib olsak x minus 1 paydo bo'ladi. 2x chiqarsak x minus 1 minus chiqarib olsak x minus 1 paydo bo'ladi. Hamma ifodadan x minus 1 bor. O'shaning uchun x minus 1 chiqarib oldim. Qolganlarni yopib chiqayman. X teng 1 degan yechim chiqadi. Birinchi qavsdan ikkinchisini esa ishlashimiz kerak chiqadi. Oxiriga yetmadi bu misol. Guruhlaymiz buni ham. Mana bu yerda. Ikkilar bitta guruh ikkilar. Qolganlar bir guruh. Shunda x kub minus 1 2x chiqarib olsak x minus 1 teng 0. X minus 1 x kvadrat plus x plus 1 2x x minus 1 teng 0. X minus 1'ni qolsin chiqarib olib nima degan bo'lamiz? Bundan ham qolsin x teng 1 chiqadi. Ikkinchi qolsin so'dalashtirib chiqib 0 ga teng yuboramiz. Bundan aslida raqamda yo'q bo'ladi. Sabab desinatimiz bizdan chiqargan son emas. 3.9 4 qo'ygan 1 teng 5 mana. To'xtaydi bu joyga. Demak, kenarimiz 1 ekan. 1 ekan. Qaysi qo'lga farqlatamiz? O'rtaga men 1 ketib turibdi. Bundan butun yoqtirib yuborish uchun 4 ko'paytirib yuboramiz. 4x ning 4-si 4x kub. 1 ketib ko'paytirsak minus 7x kvadrat paydo bo'ladi. Plus 4x plus 4 barobar 0. Yana buni qo'shib 4x ning 4-si plus 2x ning kubi plus 2x ning kubi paydo bo'ladi. 4x kubni ikki qismga bo'lib yubordik. Plus x kvadrat qilib keltira olamiz. Minus 8x ning kvadrati bo'ladi. 7x kvadrat paydo bo'lishi uchun minusdan. Minus 4x plus 8x plus 4 teng 0. Ikkitalab guruhlab chiqdik. Endi ulardan umumiylarini qovusdan tashqariga chiqarib olamiz. Ya'ni birinchisidan 2x kub chiqib keladi. 2x kvadrat plus 1. Bundan x kub chiqadi ikkinchisidan. 2x plus 1. 4x ni chiqarib yuboramiz. 2x plus 1. 4 ni chiqarsak x 2x plus 1. Hamma ifodadan 2x Mebiga saladashib ketib qolamiz. 2x plus 1 edi. 2x plus 1 ni chiqarib olsak 2x kub plus x ning kvadrati minus 4x plus 4 paydo bo'ladi. 2x plus 1 ni 0 ga tenglab ildizlarini topib qo'yamiz. Ya'ni x1imiz minus 1 taqsim 2 ekan. Ikkinchi tenglamani 0 ga tenglab yuboramiz. 2x ning kubi x kvadrat minus 4x plus 4 teng 0. Xo'sh, bu tenglamani yechishga harakat qilamiz.
2x ning kubi plus 4x kvadrat plus 3x ning kvadrati minus 6x plus 2x plus 4. Mana. Biz bu ifodani x plus 2 ga olib keldik. 2x kvadrat chiqarib olsak, x plus 2 paydo bo'ladi. 3x ni chiqarsak, x plus 2 paydo bo'ladi. 2 ni chiqarsak, x plus 2. Hammasini x plus 2 ni chiqarib olsak, 2x kvadrat minus 3x plus 2 teng 0. X barobar minus 2. Tezlikni tekshirib ko'ramiz. 9 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 2. Manfiy ildizlar yo'q unda. Haqiqiy ildizlar. Demak, x birimiz minus 1 taqsim 2, x ikkimiz minus 2. Ildizlar yig'indisini so'ragan. Ildizlar yig'indisi esa minus 2,5 bu paydo bo'ladi. Hozir 4 uni bo'linuvchilari plus minus 2 plus minus 1 larga bo'linadi. Demak, ildizlarning bo'lish ehtimoli o'sha 4 ta sondan bittasi bo'lishi kerak kamida. Har doim birinchi birda tekshirib ko'rish kerak. Ko'pincha javob 1 bo'ladi. 1 tekshirib ko'ramiz. Bu yoqda 1 2 minus 11 plus 4 teng 0. Demak, tenglamani javobi 1 ekan. X teng 1. 1 da qo'ygan vaqtimiz tenglik qanotlandi. Demak, biz yuqoridagi tenglamani x minus 1 ga olib kelamiz. Boshladik. X ning 4-si minus x ning kubi. X kub chiqarib olsak, x minus 1 paydo bo'ladi. Plus 3x kvadrat, yo'q, 3x kub minus 3x kvadrat minus 11x kvadrat bo'lishi uchun yana bizga 9, yo'q, 8x kvadrat yetishmaydi. Plus 8x minus 4x plus 4 teng 0. Mana ikkitalab guruhlab chiqdik. Endi qosdan chiqarib olamiz umumiylarni. X ning kubini chiqarib olsak, x minus 1 paydo bo'ladi. 3x kvadrat chiqarib olsak, x minus 1. Minus 8x chiqarib olsak, x minus 1. Minus 4 ni chiqarib olsak, x minus 1 paydo bo'ladi. Hammasidan x minus 1 chiqarib olamiz qosdan tashqariga. X ning kubi plus 3x kvadrat minus 8x minus 4 teng 0. Demak, birinchi qosni nolga tenglab javobini olib qo'yamiz. X teng 1. Hozircha x bitta javob chiqdi. X1 teng 1. Ikkinchi qosni nolga tenglaymiz. Buni ham javoblarni tekshirib ko'ramiz. Ozod xatiga qarab, plus minus 2 yo plus minus 1. 1 da qo'yib ko'rsak, hozir shu yerga 1 3 minus 8 minus 4. Bu javob bo'lmaydi, 0 chiqmaydi chunki. Demak, 1 da javobni chiqaramiz, javob bo'lmaydi u. Endi minus 1 tekshirib ko'ramiz. Minus 1 plus 3 plus 8 minus 4. Bu ham javob bo'lmaydi. Endi 2 ni qo'yib ko'ramiz. 8 12 16 minus 4 teng 0. Ko'rinib turibdi, 0 teng 0 chiqadi. Demak, javobimiz 2 ekan. Demak, biz bu tenglamani x minus 2 ga olib kelamiz. X minus 2 ga olib kelamiz. X ning kubi minus 2x ning kvadrati plus 5x kvadrat. Ikkalasi birgalashib 3x kvadratni beradi. Minus 10x plus 2x minus 4 teng 0. Guruhlab chiqdik. Ikkitalab mana. Umumiy qosni chiqarib olamiz umumiylarini. X minus 2 qoladi. Bundan 5x chiqarsak, x minus 2 qoladi. 2 ni chiqarsak, x minus 2 qoladi. Hammasidan qosni tashqariga x minus 2 ni chiqarib olsak, x kvadrat plus 5x plus 2 teng 0. X teng 2 degan javob bo'ladi. Endi ikkinchi qosni 0 ga tenglab, oddiygina kvadrat tenglam qolgan ko'rishimiz mumkin. Diskriminantni qo'yib olamiz. Diskriminanti barobar 25 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 1. Ko'rinib turibdi, diskriminanti bor. Ildizlar yig'indisi, lekin bundan irratsional ildiz chiqadi, ratsional ildiz chiqmaydi.
misolimiz boshda nima deyilgan edi? Misolda boshda ratsional ildizlarni toping degan joyi bor edi. O'shaning uchun bunda irratsional ildiz bo'ladi. Buni ishlamaymiz, shu joyga tashlab ketamiz. Demak, bizning ildizlarimiz 1 bilan 2 bo'ldi. Ularning yig'indisi esa x1 plus x2 teng 3 bo'ladi. 91-misolga o'tamiz. 91-misolda birinchi qavs bilan 4-qavsni guruhlaymiz. Ikkinchi qavs, 3-qavsni guruhlab qavsni ochib yuboramiz. Boshladik. X kvadrat minus 5x plus 4 bo'ladi. Birinchi qavs bilan 4-qavsning natijasi. Ikkinchi qavs bilan 3-qavsni ochib chiqsak, x kvadrat minus 5x plus 6 bo'ladi. Natijasi. Belgilash qilamiz buni ham. Mana bu yerda x kvadrat minus 5x ni t deymiz. X kvadrat minus 5x ni t deymiz. T plus 4 t plus 6 teng 24. Qavs ochib yuboramiz. T kvadrat plus 10 t plus 24 teng 24. T plus 10 t teng 0 bo'ladi. 24lar o'zlari bir-biri bilan yeyishib ketadi. Ko'rishimiz mumkin. T birimiz 0, t ikkimiz esa -10 bo'ladi. Chiqqan javobni belgilashimizga borib qo'yamiz. X kvadrat minus 5x teng 0 edi. X ni chiqarib olsak, x minus 5 paydo bo'ladi. X birimiz barobar 0, x ikkimiz barobar 5 bo'ladi. Endi minus 10 ni qaytarib qo'yamiz. X kvadrat minus 5x barobar -10. X kvadrat minus 5x plus 10 teng 0. Diskriminantni hisoblab ko'ramiz. 25 minus 4ac formulasiga ko'ra manfiy. Bo'sh to'plam. Bunda haqiqiy ildizlar yo'q. Ildizlarimiz ikkita ekan, 0 bilan 5 ekan. Ularning yig'indisi ham 5 chiqadi. 92-misol. Xuddi yuqorida usuldan foydalanamiz. Birinchi qavs bilan 4-qavsni guruhlaymiz. Ikkinchi qavs bilan 3-qavsni guruhlaymiz. Va qavslar ochib yuboramiz. Birinchi qavs bilan 4-qavsni ochganimizda natijasi mana birdan yozib qo'ydim. Ikkinchi qavs bilan 3-qavsni ochganimizda esa x kvadrat plus 7x plus 12 paydo bo'ladi. Belgilash bu ham yuqoridagi kabi. X kvadrat plus 7 ni t deymiz. Shunda t plus 10 t plus 12 paydo bo'ladi. Qavsni ochib yuborsak, x kvadrat plus 22t plus 120 teng 360. 360 ni tenglikning chap tomoniga olib kelib minus qilib olib kelsak 240 paydo bo'ladi. Tenglamani ishlaymiz. x1 t1 plus t2 vit yarmasiga ko'ra minus 22. t1 ko'paygan t2 esa minusdan 240 barobar minus 30. t2miz barobar 8. Qo'shsak minus 22 ko'paysa 240 chiqadi minusdan. Chiqqan javobni belgilash qilgan joyga borib qo'yamiz. X kvadrat plus 7x teng minus 30. X kvadrat plus 7x plus 30 bo'ladi. Teng 0. Diskriminantni hisoblab ko'rsak 49 minus 4 ko'paygan 30 manfiy bo'sh to'plam ildizlari yo'q. 8 qo'yib ko'ramiz. X kvadrat plus 7x plus teng 8. X kvadrat plus 7x minus 8 teng 0. x1 barobar minus 8, x2 barobar 1. Ikkita ildiz bor ekan. Haqiqiy ildizlar, ularning yig'indisi vit termasiga ko'ra minus 7 ga teng. 93 ga o'tamiz. 93-misolni qoldiraman mustaqil ishlash uchun. Sababi 2 marta ishladik. Buni ham xuddi shunaqa bo'ladi. Birinchi tartibli olish kerak ekan yoki bo'lmasa mana bu guruhlab beraman hozir. Birinchi bilan mana x-1 bilan x-8 bitta guruh, x-4 bilan x-5 bitta guruh. Bular tartib o'zgartirib qo'ygan ekan, lekin hech narsa qilmaydi. Bu kichkinasi bilan kattasi o'rtanchalarni guruhlab ochib belgilash qilib ishlab ketsa bo'ladi. 94-misol ham xuddi shunaqa. 94-misol ham xuddi shunaqa.
x minus 1 bilan x plus 2 bitta guruh, x bilan x plus 1 bitta guruh. Urinib ko'ramiz ozroq qanaqani? X kvadrat birinchi qavs bilan to'rtinchi qavsning natijasi x kvadrat plus x plus 2 paydo bo'ladi. Ikkinchi qavsdagi esa x kvadrat plus x teng 120. X kvadrat plus x ni t desak, t plus 2 ko'paygan t teng 120. T kvadrat plus 2t minus 120 teng 0. T1 teng minus 12 t2 teng 10. Kvadrat tenglamamizning javoblari. Ko'paytirsak minus 120, qo'shsak minus 2 chiqishi kerak bo'lardi. Vet teoremasiga ko'ra. Qilgan belgilashimizda chiqqan javobni belgilashga olib qo'yamiz. Minus 12. X kvadrat plus x barobar 10. X kvadrat plus x plus 12 teng 0. Diskriminant solib ko'ramiz. 1 minus 4 ko'paygan 12. Manfiy haqiqiy ildizlar yo'q. Ikkinchisini tekshirib ko'ramiz. X kvadrat plus x minus 10 teng 0. X diskriminant barobar 1 minus 4 ko'paygan 1 ko'paygan minus 10 teng 41. Bunda ham diskriminant 0 dan katta, lekin ratsional ildizlar yo'q. Diskriminant chiqmaydigan son, ildizdan chiqmaydigan son paydo bo'ldi diskriminantimiz. Demak, haqiqiy ildizlar yo'q bunda ham. 95-misolga o'tamiz. 90-misolga o'tamiz. Ikki xil yo'ldan ishlasa bo'ladi. Hozir mana bitta yo'lni ko'rsataman. Keyingi misol ham o'xshash bo'lishi kerak. Boshqacha yo'ldan ishlab ko'rsataman. Ikkovidan bittasini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. X kvadratga bo'lib yuboramiz. Faqat bo'lganimizcha birinchi ifodani x ga bo'lamiz. Ikkinchi ifodani ham x ga bo'lamiz. Shunda umumiy hisobda x kvadrat bo'ladi. Minus 4x kvadrat taqsim x kvadrat. X minus 2 plus 3 taqsim x. X minus 6 plus 3 taqsim x teng minus 4. Belgilash. Shu yerda belgilash qilamiz. Mana bu t deb qaraladi. X plus 3 taqsim x barobar t. Shunda t minus 2 t minus 6 teng minus 4. Qoslashib chiqib soddalashtirib chiqsak 8t minusdan plus 12 plus 4 teng 0. T kvadrat minus 8t plus 16 teng 0. Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra bu ifodamiz t minus 4 ning kvadratini beradi. Shunda t barobar 4 ligini ko'rish mumkin. Belgilashga olib qo'yamiz qaytadan. X plus 3 taqsim x barobar 4. X kvadrat birdan tartilib yuboramiz. x1 teng 1, x2 teng 3. Ildizlar yig'indisi esa 4 bo'ladi. Keyingisi bu misolda ikkinchi yo'ldan ishlaymiz. T deb belgilashga kiritamiz biz x kvadrat plus 2 ni. Shunda t minus 5x t minus 7x paydo bo'ladi. Minus 8x ning kvadrati teng 0. Qoslashib yuboramiz. T kvadrat minus 12xt plus 35x kvadrat minus 8x ning kvadrati teng 0. T kvadrat minus 12x ko'paygan t plus 27x ning kvadrati barobar 0.
12x 27x kvadratni qandaydir son deb o'ylab, o'zgarmas son deb o'ylab, ildizdan topish uchun tepalikdagiga qo'yib yuboramiz. 12x'imiz juft bo'lganligi uchun yarmidan kelish formulasi bo'lar edi. Diskriminantni o'shanga qo'yib yuboramiz. 6x plus minus 36x kvadrat minus 27x kvadrat taqsim 1. 6x plus minus 9x kvadrat 3x chiqadi. Demak, t1imiz 3x, t2imiz 9x. Belgilashga borib qo'yamiz. X kvadrat plus 2 teng 3x. X kvadrat minus 3x plus 2 teng 0. X1imiz 1, X2imiz 2. X kvadrat plus 2 teng 9x. X kvadrat minus 9x plus 2 teng 0. Determinant barobar 81 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 1 teng 873 paydo bo'ladi. Bunda haqiqiy ildizlar yo'q. Yo'q, haqiqiy ildizlar bor. Ratsional ildizlar yo'q. Bu tenglamamizni ratsional ildizlari yo'q. Irratsional ildizlar bo'lgani uchun buni shu joyga to'xtatamiz. Yuqorida ratsional ildiz toping degan edi. Ildizlar yig'indisi esa 3 chiqadi. 97-misolni yuqorida ruletga qaysi usuldan bo'lsa ham qo'yib ishlasa bo'ladi. Qaysi usul ma'qul tushgan bo'lsa, o'sha usul 97-ga tushadi, ishlab qo'ysa bo'ladi keyin. 98 ham xuddi shunaqa usulda, shu usuldan ishlanadi. Mustaqil ishlab yechib ko'rsa bo'ladi. Boshlaymiz. X kvadrat plus 4x plus 2 ning kvadrati plus 4 ko'paygan x kvadrat plus 4x plus 2. Tenglikning har ikki tomoniga ham 2 ni qo'shib yuboramiz. Plus 4 teng x plus 2. Mana bu ifoda x kvadrat plus 4x plus 2 plus 2 ning kvadratini beradi. Qovusning ichini soddalashtirib yuboramiz. X plus 2 ning 4-tinchisi minus x plus 2 teng 0. Qovusdan tashqari x plus 2 ni chiqarib olamiz. X teng minus 2 ligi ko'rinib turibdi. Bu yerda x plus 2 ning kubi teng 1 bo'ladi. X plus 2 barobar 1, x barobar minus 1. X2, x1 ildizlari. Ildizlar yig'ini esa minus 3 bo'ladi. 100-chi misolda ham xuddi shu usulga qo'yishga harakat qilamiz. 100-chi misolda ham xuddi shu usulga qo'yishga harakat qilamiz. X kvadrat plus 2x ning kvadrati plus 2 ni chiqarib olsak. X plus 2x tenglikning ikkala tomoniga ham 1 ni qo'shib yuboramiz bu safar. Plus 1 x plus 1. Mana bu ifodamiz chap tomondagi. X kvadrat plus 2x plus 1 ning kvadratini beradi. X plus 1 ning 4-tinchisi paydo bo'ladi. Chap tomonga o'tkazib x plus 1 ni chiqarib olamiz. X plus 1 barobar 0, x barobar minus 1 bo'ladi. X plus 1 ning kubi barobar 1, x plus 1 barobar 1, x teng 0 degan javoblar olamiz. X2, x1 bo'ladi. 101-misolga o'tamiz. Kvadrat har ikkalasida ham musbat yoki 0 bo'ladi. Kvadrat bo'lganligi uchun ular ikkalasi ham bir vaqtning o'zida 0 bo'lganda tenglik qanotlari 0 chiqadi. Demak, har bir qovusni 0 ga tenglab ishlab chiqib, ikkalasida umumiy bo'lgan ildizdan topib chiqishimiz kerak bo'ladi. Surat 0 ga tenglaymiz.
Mahrajda esa 0 ga tenglamaymiz. Mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Birinchi ildizimiz -3, ikkinchi ildizimiz esa 1. Ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda x teng emas -4 bo'lishi kerak. -4 yechim bo'lmaydi. x1 barobar -2, x2 barobar 1. X teng emas 7. Ko'rinib turibdi, ikkalasida ham umumiy ildizlarimiz x barobar 1. 102 misolga o'tamiz. 102 misolda ham guruhlab umumiy mahraj berishimiz kerak bo'ladi. Ko'rinib turibdi, x + 1 bilan x + 4 bir guruhlanadi. X + 2 bilan x + 3 bir guruhlanadi. Bu guruhlarimizga umumiy mahraj beraveramiz. Sirasi birdaniga x + 4 yetmaydi. Bunda esa x + 1 yetmaydi. Bu ikkalasida uchun x + 3, birinchisiga, uchinchisiga x + 2. Boshladik, yozib chiqamiz. X + 4 + x + 1. Umumiy mahrajlarimiz x + 1 bilan x + 4. Plus x + 3 plus x + 2 taqsim x + 2 ko'paygan x + 3 teng 0. Suratni soddalashtirib chiqsak 2x + 5 paydo bo'ladi. Mahrajimizni esa qovusni ochib yuboramiz. x² plus 5x plus 4 paydo bo'ladi. 2x plus 5 ikkinchi kasrning surati. Mahraji x² plus 5x plus 6 teng 0. 2x plus 5 ni chiqarib olamiz qovusdan tashqariga. Birinchi qovusni o'rga tenglaymiz, javoblarni topib qo'yamiz. Birinchi qovusdan chiqadigan javobimiz -2,5 bo'lar ekan. So'ng mana bular belgilashtiramiz. 2x² plus 5x ni t desak, 1 taqsim t plus 4, 1 taqsim t plus 6 teng 0. Umumiy mahraj beramiz. Mahrajlarni tashlab yuboramiz o'sha joyda. 2t plus 2x barobar -10, t barobar -5 chiqadi. Belgilashimizni qaytarib qo'yamiz o'sha joyga. Ya'ni x² plus 5x barobar -5, x² plus 5x plus 5 teng 0. x1 x2 ni topsak, yigirma 25 ayrilgan 20. 5 paydo bo'ladi. Lekin ikkinchi ildizlarimiz ratsional ildizlar, irratsional ildizlar, ratsional ildizlar emas. Ikkinchi ildizimiz irratsional ildiz bo'lganligi uchun tenglaman ildizlari esa mana -2,5 va -5 plus minus 165 taqsim 2. 103 misolimiz ham yuqoridagi juda o'xshab ketadi. Mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. Ikkalasi bir xil yo'lda ishlanadi. 104 misolga qaytamiz. Guruhlaymiz. 80 bitta guruh. Bu oldidagi koeffitsiyentlarga qarab 4 bitta guruh bo'ladi. 80 ni chiqarib olamiz. x³ minus 1. 4 ni chiqarib olsak x² minus 1 taqsim x teng 0. 80 x ning kubi minus 1 o'zi yozib olindi. Ikkinchisiga esa umumiy mahraj berib yuboramiz. X ning kubi minus 1 taqsim x barobar 0. X ning kubi minus 1 qovusdan tashqariga chiqarib olamiz. 80 plus 4 taqsim x teng 0. Mana qarabsizki,
Ko'rib turibsizki, juda ham oson misolga aylanib ketdi. Ildizlarini topib qo'yamiz. X ning kubi minus teng 1, x barobar 1. 4x teng minus 80, x barobar 4 taqsim minus 80 bo'ladi. Shunda x'imiz barobar 1 taqsim minusdan 20. x2 minus x1 bo'ladi. 105-misolga o'tamiz. 16x kub bilan 2 bitta guruh, 24x kvadrat bilan 3 taqsim x bitta guruh bo'ladi. 2ni chiqarib olsak, 8x ning kubi minus 1 minus 3 ni chiqarib olsak, 8x ning kvadrati minus 1 taqsim x paydo bo'ladi. Teng 0. 2 ko'paygan 8x ning kubi minus 1. Umumiy makhrajni yuraveramiz. 8x kvadrat minus 1 taqsim x ga. X yetmaydi. 8x ning kubi minus 1 taqsim x barobar 0. Har ikkala ifodadan ham x ning kubi minus 1 ni chiqarib olamiz. 2 minus 3 taqsim x paydo bo'ladi. 8x kub minus 1 teng 0. 8x kub barobar 1. X barobar 1 taqsim 2 paydo bo'ladi. 2 minus 3 taqsim x barobar 0. X barobar 3 taqsim 2. x2 bu x1 bo'ladi. Ana endi biz iqtidorli o'quvchilar uchun mo'ljallangan misollarga o'tamiz. 106 iloji boricha oson yo'llashga harakat qilamiz. 106-misolga e'tibor beramiz. Bu ifodani qandaydir songa tenglaymiz. A deb tenglab olamiz. A deb tenglab olamiz. Va bu ifodani bir-biridan yo qo'shiladi, yo ayriladi ko'pincha. O'ylab ko'rsak, bu yerda ayirganimiz ma'qulroqqa o'xshab turibdi. Ayiramiz. 3x taqsim 2x minus 1 ayriluv x plus 1 taqsim 2x minus 1. Birinchi ifodadan ikkinchi mana bu x birinchi ifodadan x plus 1 taqsim 2x minus 1 dan ayiramiz. Ikkinchisidan 5x plus 4 taqsim 3x plus 2 ni ayiramiz. Sirasi guruhlarga ayirib yuboryapmiz. 2 minus x taqsim 3x plus 1 dan ayiramiz. 5x plus 4 taqsim 3x plus 4. Shunda tenglangning ikkinchi tomoniga 3 minus a paydo bo'ladi. Makhrajlarimiz bir xil bo'lganligi uchun 2x minus 1 paydo bo'ladi. Ikkinchi ifodadan esa, ikkinchi ayriluvchidan esa minus 6x minus 2 paydo bo'lar ekan. 1 minus 2 ni chiqarib olamiz. 3x plus 1 3x plus 1 teng 3 minus a. 1 minus 2 barobar 3 minus a. A teng 4. Javobi 4 ekan. 107-misolda esa buni ham a ga tenglab qo'shib yuborsak bo'ldi. Mustaqil ishni qoldirib qo'shsak bo'ldi. Mustaqil ishlay olsa bo'ladi. Qo'shib yuborsa chiqadi javob. 108-misolga o'tamiz. Bir 108-misolda esa b kvadrat tenglama makhrajlarida ko'paytirishga ajratamiz. X ning kvadrati plus 2 x ning kvadrati plus 1 paydo bo'ladi. Ikkinchisida esa x ning kvadrati plus 2
x'ning kvadrati plus 3 teng 1 taqsim 4. Umumiy mahraj berib yuborsak, x kvadrat plus 1 x kvadrat plus 2 x kvadrat plus 3. Birinchi kasrga yetmaydi. X kvadrat plus 3 tadan, ikkinchisiga esa x kvadrat plus 1 tadan. Shunda x kvadrat plus 3 x kvadrat plus 1 teng 1 taqsim 4. 2x kvadrat plus 4 taqsim x kvadrat plus 1 x kvadrat plus 2 x kvadrat plus 3 teng 1 taqsim 4. Suratdan ikkinchi qarab olsak, x kvadrat plus 2 paydo bo'lar ekan. Mahrajda ham shu ifoda x kvadrat plus 2 bor. Ularni hozir biz qisqartirib yuboramiz. Shunda bizga qolyapti 2 taqsim x kvadrat plus 1 x kvadrat plus 3 teng 1 taqsim 4. Proporsiya ko'paytirib yuborsak, qoslovchi yuboramiz sirazi. 4x kvadrat plus 3 teng 8. X ning 4-tinchisi paydo bo'ladi. X ning 4-tinchisi 4x kvadrat minus 5 teng 0. X kvadrat t deb inglash kiritib b kvadrat tenglamani ishlab yuboramiz. t 1 teng minus 5 t 2 teng 1. Belgilashimizda x kvadrat barobar minus 5 ga tenglaymiz. Bo'sh to'plam mumkin emas. Minus chiqishi x kvadratdan x kvadrat teng 1 x kvadrat barobar plus minus 1 paydo bo'ladi. Ildizlarimiz plus minus 1 ekan. 109 misol ishlaymiz. Buni esa boshqa usulda ishlaymiz. Shunga o'xshab ketadigan usul ekan. Ko'paytirishga ajratamiz. X kvadrat plus 2 x kvadrat plus 3. Ikkinchisini ham x kvadrat plus 4 x kvadrat plus 3 teng 2 taqsim 15. Biz birinchi kasrni ikkita kasr ko'rinishida yoza olamiz. Ayriluv bo'ladi o'rtada. Ayriluv 1 taqsim x kvadrat plus 3. Umumiy mahraj bersak, shu ifodaga qaytib keladi baribir. Ikkinchisi x kvadrat plus 3 minus 1 taqsim x kvadrat plus 4. 2 taqsim 15. Ko'rinib turibdi. Yechib ketamiz bir-biri bilan. Qolgan natijalarni yozib olamiz. Umumiy mahraj beramiz. X kvadratni t deb belgilash kiritib olsak, salgina osonlashadi. 1 taqsim t plus 2 1 taqsim t plus 4 minus 2 taqsim 15 teng 0. Umumiy mahraj berib yuboramiz. Birinchisiga 15 ko'paygan t plus 4 yetmaydi. Ikkinchisiga 15 ko'paygan t plus 2 yetmaydi. Uchinchisiga esa 2 ko'paygan t plus 2 va t plus 4 lar yetmaydi. Teng 0. 15t plus 60 15t minus 30 minus 2 ko'paygan t kvadrat qoslovchi yuboramiz. 6t plus 8 teng 0. 15 tlar yeyishib ketadi. 30 paydo bo'lar ekan. 2 qos ochmadik. Hozir 2 ga bo'lib yuboramiz. Bo'luv 2. 15 minus t kvadrat minus 6t minus 8 teng 0. Tartiblaymiz.
t kvadrat plus 6t minus 7 teng 0. t1 teng minus 7, t2 teng 1. Belgilashga olib qo'yamiz. X kvadrat barobar minus 7 bo'sh to'plam. X kvadrat barobar 1, x barobar plus minus 1 paydo bo'ladi. 19x ning kubi plus 19x kvadrat qilib guruhlaymiz. Shunda bizga 7x kvadrat paydo bo'ladi. Minus 7x qilib to'g'rilaymiz. Plus x plus 1. Ifodan x plus 1 ga olib keldik. Kvadratni chiqarib olsak, x plus 1 paydo bo'ladi. 7x ni chiqarib olsak, x plus 1 va yana x plus 1 teng 0. Ifodani hammasidan x plus 1 ni chiqarib olsak, 19x kvadrat minus 7x plus 1 teng 0. X plus 1 barobar 0, x barobar minus 1, 19x kvadrat minus 7x plus 1 teng 0. Diskmat manfiy bo'lishi kerak, bo'sh to'plam. Ximiz faqatgina x teng minus 1 ekan. Ildizimiz faqat x minus 1 ekan. Birinchi misolga o'tamiz. 3 ni ko'paytirib yuboramiz. 3x kub plus 3x kvadrat plus 3x teng minus 1. 2x ning kubi plus x kub. 3x kubni 2 qismga bo'lib yubordik. 2x kub va x kub qilib 3x kvadrat plus 3x minus 1 da tengning buyog'iga plus 1 qilib olib kelamiz. Mana bu ifodamiz 4 tasi. X plus 1 ning kubiga keladi. 2x kub barobar minus kub qozamiz. Har ikkala tomonni ham kub ildiz olsak, kub ildiz olsak, kub ildiz ostida 2 ko'paygan x teng minus x plus 1. Minus x plus 1. Qos ochib chiqamiz va x ni topib chiqamiz. X teng minus 1 taqsim kub ildiz ostida 2 plus 1 paydo bo'ladi. 112-chi misolga o'tamiz. X kvadrat plus x plus 2 ning kvadrati o'yinbaraj berib yuborganmiz. Tartiblab ketamiz bir vaqtning o'zida. Kvadrati teng 10 x plus 1 ning kvadrati. Tak, buni 9 ta qilib yaxud qilsak 3 ta. 10x 10 ko'paygan x plus 1 ning kvadratini x plus 1 ning kvadrati minus plus 9 ko'paygan x plus 1 ning kvadrati qilib tengning buyog'iga guruhlab olib kelamiz. X kvadrat plus x plus 2 ning kvadrati minus x plus 1 ning kvadrati. X kvadrat minus 3x minus 2 ning kvadrati ayrilgan 9 ko'paygan x plus 1 ning kvadrati teng 0. Qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha ikkita qog'ozga ajratib yuboramiz. X kvadrat plus x minus plus 2 minus x minus 1 x kvadrat plus x plus 2 plus x plus 1. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ixchamlab chiqamiz. Plus 3. Üçüncü qovusdan esa x kvadrat minus 6x minus 5 x kvadrat plus 1 paydo bo'ladi. Har ikkalasida ham x kvadrat plus 1 bor. Uning qovusdan tashqariga chiqarib 0 ga tenglay yuboramiz. X kvadrat teng minus 1 bo'sh to'plam chiqadi.
Qolganlari x kvadrat plus 2x plus 3 plus x kvadrat minus 6x minus 5 barobar 0. 2x ning kvadrati minus 4x minus 2 teng 0. 2 ga bo'lib yuborsak, x kvadrat minus 2x plus 1 minus 1 teng 0 bo'ladi. Bizdan topamiz. x1 teng x1 2 teng 1 plus minus ildizda 2. 13-chi misolga o'tamiz. Ko'rinib turibdiki, x1 x2 lar bor. Biz bulardan foydalanib kvadrat tegrani tuza olamiz. x1 plus x2 teng minus p, x1 ko'paygan x2 barobar q. Fit teoремasiga ko'ra. Shunda paydo bo'ladi. Qni topsak esa minus 3. Demak, bizning tenglamamiz x kvadrat minus x minus 3 teng 0. Ildizlari yuqorida berilgan tenglamalar bo'ladi. Lekin bizda x ning 4-tinchisi bo'lganligi uchun bizning ifodamiz, bizning tenglamamiz mana bu ko'rinishda bo'lgan. X kvadrat plus f bilan qo'ni ishlatib qo'ydik. Endi boshqa raqam tanlashimiz kerak. Boshqa harf m x plus n teng 0 bo'ladi. Qosni ochib yuboramiz. Yuqorida tenglamaga olib kelamiz. X ning qosni ochib yuboramiz. Bo'ldik. Endi tartiblaymiz. X ning 4-tinchisi plus m minus 1 x ning kubi n minus m minus 3 x kvadrat plus minus n minus 3 m x minus 3 n teng 0 bo'ladi. Endi shartga ko'ra x ning 4-tinchisi x ning kubi 2x kvadrat plus ax plus b edi. Xuddi ayniyatga o'xshatib, taqqoslab m va n a bilan topib chiqamiz. M minus 1 1 ga teng. Mana bu yerda. Mana bu ifoda esa n minus m minus 3 esa 2 ga teng. Bu ifoda a ga teng. Minus 3 n esa b ga teng. Topib chiqamiz. M teng 2 bo'ladi. N minus m minus 3 teng 2. N minus 2 minus 3 barobar 2. N barobar 7. A barobar minus n minus 3m. M bilan nni topdik, uni olib qo'yamiz. Minus 7 minus 6. A teng minus 11. Yo'q, minus 13 paydo bo'lar ekan. B esa minus 3 edi. N 7 ga teng minus 21 bo'ladi. A plus B esa minus 34. Keyingi misolga o'tamiz. 114-misol. Bir plus 1 taqsim x kvadrat plus 1 taqsim x plus 1 ning kvadrati teng 1 minus 1 taqsim x ning kvadrati. O'ng tomonni qosni ochib yuboramiz. Bir minus 2 taqsim x plus 1 taqsim x ning kvadrati. Yeyishib ketadi. Birlar ketadi. Qolyapti 1 taqsim x plus 1 ning kvadrati teng minus 2 taqsim x. Bir aparchaq ko'paytirib yuborsak, minus x barobar 2 ko'paygan x plus 1 ning kvadrati. Qosni ochamiz, kvadrat tengini olib kelamiz, ildizlarni topamiz. Minus x teng 2 ko'paygan x kvadrat plus
2x plus 1 minus x barobar 2x'ning kvadrati plus 4x plus 2 2x kvadrat plus 5x plus 2 teng 0 bo'ladi. Diskriminant barobar 25 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 2 teng 0. Yo'q, 9 x1 barobar minus 5 plus minus x1 x2 3 taqsim 4 x1'imiz minus 2 bo'ladi, x2'miz esa minus 1 taqsim 2. 115 ifodani to'la kvadrat qilamiz. Ya'ni x minus x plus 1 ning kvadrati ikkilangan qo'shib qo'yamiz. Qostoshib bo'lsak, birinchi ifodadan 1 chiqib keladi. 2 ko'paygan x kvadrat plus x minus 64 barobar 0. Tadbiqlash kiritamiz. Mana bu ifodani x kvadrat plus x ni. Shunda sirazi birdan yozib olsak, t kvadrat plus 2t minus 63. 9 bilan 7 hozir biz bittasi minusi bor, o'shani to'g'ri olamiz. T1 barobar minus 9 ekan, t2 barobar 7. Olib qo'yamiz belgilashimizga. X kvadrat plus x teng minus 9. X kvadrat plus x barobar 7. X kvadrat plus x plus 9 teng 0. Bundan diskriminant manfiy chiqadi. X kvadrat plus x minus 7 teng 0. Tenglamani ildizlarini yig'ishni so'ragan ekan. Tenglamaning ildizlari yig'indisini so'ragan. O'shaning uchun x1 kvadrat plus x2 kvadrat barobar x1 plus x2 ning qovus kvadrati minus 2 kara x1 x2 bo'ladi. Shunda olib borib qo'ysak, vit yarmasiga ko'ra ildiz yig'indisi minus 1 ga teng, ko'paytmasi esa minus 7 ga teng. 15 paydo bo'ladi.